Voy, baliqchilar-ku. Dading olib berdilarmi? Doktorlar sovg'a qildi. Tushunarli. Yur, xodingga olib kiramiz. Yur, oqa qizim. Judayam chiroyli baliqlar ekan-a? Kel, oqa. Kel, qizim. Ana, eshikni yopar. Ana bu yerga qo'yamiz. Chiroyliligini qara. Endi bularga ovqat olishimiz kerak. Nima deb o'ylaysan, baliqlar nima yeydi? Non yemaydi. Go'sht yemaydi. Yo go'sht yeydimi? Nima olib bersam ekan baliqlarga? Demak, kelamiz. Hozir do'konga boramiz. Baliqlar sotadigan do'kon bor-ku, zoo do'kon. Shunga borib, baliqchalaringga ovqat olib kelamiz. Lekin rostdan ham chiroyli ekan. Ularni boqib katta-katta qilamiz. Oldin o'zing ovqatlanib olasan, keyin do'konga boramiz. Kelishdingmi? Yur jonim. Ular shu yerda turib turadi. O'zim o'rgilay sendan. Anora bolam, sen qo'llaringni yuvib choyini ichib tur, men hozir kelaman, xo'p?